Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz 4-mavzu oddiy kasrlar. Aslida kasr degan tushuncha nima degani? Kasr degan tushuncha bizda a taqsim b ko'rinishidagi, ya'ni bu tushunchamiz a bo'lingan b degan tushunchani beradi. Tepa qismi surat va pastki qismi esa maxraj deb o'qiladi. Endi bizdagi kasr tushunchasi o'qilishida a taqsim b yoki b dan a deb o'qishimiz mumkin. Demak, bizda b butun boshli qiymatning qanchadir qismi a. Demak, misollarga qaraydigan bo'lsak, birinchi misolimiz bir aylanani teng 2 ga bo'la olyapmiz. Demak, teng 2 ga bo'lganda manieramiz bitta, ikkita bo'ldi, jami ikkita. Bo'yalgan qismi jami qismning qancha qismi tashkil qiladi? Ya'ni 2 dan 1 qismi tashkil qilar ekan. Xo'sh, ikkinchi misolimiz ham xuddi shunday. Bu da 1, 2, 3, 3 ta qismga ajratib olgan bo'lsak, 3 dan bo'yalgan qismi 2 tasini tashkil qilar ekan. Uchinchi misolga qaraydigan bo'lsak, mana uch burchakchilardan nechta bor? 1, 2, 3, 4 ta uch burchak bo'ladigan bo'lsa, 4 dan 3 qismi bo'yalgan hisoblanar ekan. Uchinchi misolimiz ham xuddi shu tartibda. Mana bu uch burchaklardan nechta bor? Har birida 2 tadan bo'lsa, 4 tasida 8 ta bor. 8 dan nechta qism? 1, 2, 3, 4, 5 ta. Demak, mana buni olmaymiz. 5 ta, demak 8 dan 5 qismi bo'yalgan hisoblanar ekan. Xo'sh, 5-misolga qaraydigan bo'lsak, ya'ni 5 dan 12 gacha bo'sh kataklarni to'ldiring dedi. Demak, bizda kasrlarni bu yerda to'ldirish uchun kasrlarni qisqartirish holatiga qaraymiz. Demak, kasrlarni qisqartirish qanday amalga oshiriladi? Kasrlarni eng kichkina ikkalasi ham bo'linadigan songa bo'lib chiqamiz. Eng kichigidan boshlashimiz 0 dan boshlanuvchi o'quvchilar uchun juda ham qulay. Kattalarga bo'lish esa bir ikkita misol ko'rib, ancha o'zlashtirish bo'lgandan keyin birdan amalga oshirib ketaversak bo'ladi. Demak, 8 va 4 sonlarni ham ikkalasi ham bo'linadigan eng kichkina son 2 dan boshlaymiz. 2 ga bo'linsa, bular o'rnida 4 qolib ketadi, tepasida esa 2 qoladi. Bular yana 2 ga bo'linar ekan. Bularda nima qoladi? 1 taqsim 2. Natijamiz maxrajdagi 2 holat bo'lganda yulduzcha, mana bu so'roqchani o'rnida nima qolar ekan? 1 taqsim 2 degan holat qolar ekan. Demak, bo'sh katakchamizning qiymati 1 ga teng ekan. Xo'p, bular orasidan yana misol ko'radigan bo'lsak, masalan 8-misolga qaraymiz. 8-misol 75 dan 5 ga o'zgarib qolish bo'lsa, demak bu nima qilsa 5 ga o'zgargan? Demak, 75 ni 5 ga bo'lib ko'ramiz, natijada 15 hosil bo'ladi. Ya'ni biz 75 sonni 15 ga bo'lganimizda natija 5 chiqar ekan. Demak, biz bir xil qiymatga bo'lishimiz kerak ekan. 180 ni ham 15 ga bo'ladigan bo'lsak, natijamiz kelib chiqar ekan 12 bo'ladi. Xo'sh, bu yerdan misolimiz yana 9-misolga qaraydigan bo'lsak, endi kichigidan kattasiga hosil qilishimiz kerak. Demak, biz 20 holatdan 300 ga o'zgartirishimiz uchun 20 ni biz 15 ga ko'paytirishimiz kerak. 20 ni 15 ga ko'paytirsakkina 300 hosil bo'ladi. Demak, yana qanaqa sonni 15 ga ko'paytirsak 105 hosil bo'ladi. Demak, bu yulduzchani, ya'ni o'sha so'roqchani o'rnida turgan son. Demak, x dagi qiymatimiz 7 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'sh, davom ettiramiz. Bizda aytayaptiki, 13-misoldan 22-misolda qisqarmas kasr hosil bo'lguncha qisqartiring. Qisqarmas kasr hosil bo'lguncha, ya'ni qisqarmay qolguncha. Bular qisqartiramiz eng kichigidan boshlab. 2 ga bo'laveradigan bo'lsa 4 taqsim 6, yana 2 ga bo'laveradigan bo'lsa 2 taqsim 3. Endi bu kasrlarimiz qisqarmay qoldi. Demak, oxirgi nuqtamiz mana shu nuqta. Masalan, 18-misolga qaraydigan bo'lsak, 75 taqsim 125. Bularni 2 ga bo'lib bo'lmaydi. 3 gacha. 3 ga ham bo'lib bo'lmaydi, chunki maxrajdagi raqamlar yig'asi 3 ga bo'linmaydi. Undan tashqari, endi biz birdaniga 5 ga bo'laversak bo'ladi. Ikkalasi ham oxir 5 turganligi uchun 5 ga bo'laversak necha qoladi? 5 ga bo'laversak 15 taqsim 25. Bu sonlarimiz yana 5 bilan turgani uchun 5 ga qisqartiraveramiz. Natijamiz 3 taqsim 5. Demak, javobimiz 3 taqsim 5. Endi qisqarmay qoldi. Qisqarmay qolguncha bo'lganligi uchun javobimiz 3 taqsim 5 ga teng qoldi. Xo'p, 21-misolga qaraymiz. Dastlabki berilgan qiymatimiz 3 taqsim 7 ma'lum. 7 dan 14 ga aylanish uchun bu 2 ga ko'payishi kerak. Demak, 3 ni ham 2 ga ko'paytirsak natijamiz 6. 7 dan 77 ga aylanish uchun 11 ga ko'paytirgan bo'lyapmiz. Demak, 3 dan 11 ga ko'paytirsak natijamiz 33. Xo'sh, 3 dan 150 ga aylanyapti. 3 dan 150 ga aylanganda natijamiz 50 marta ko'paygan bo'lsa, 7 ni ham 150 marta ko'paytirsang, 50 marta ko'paytirgan bo'lsa, necha bo'ladi? 350 degan natija hosil bo'lar ekan. Mana shu tartibda davom ettiramiz. 22-misolga qaraymiz. Nodir doskaga 36 taqsim 48 kasrni yozdi.
Nozim esa bu kasrni qisqartirdi va surati 3 bo'lgan kasr holatiga keltirdi. Nozim hosil qilgan kasrning mahrajini toping debdi. Demak 36 taqsim 48 sonni hozirgidek aytib o'tganimizdek nimaga ta'sir qildi? Ya'ni 3 taqsim nechidir? Ya'ni o'sha banagi bo'sh katakchadek. 36 3 ga aylanish uchun bizdagi qiymatimiz 12 ga bo'linishi kerak. Demak 48 12 ga bo'ladigan bo'lsa, natija 4. Javobimiz 3 taqsim 4 ekan. Xo'sh, davom ettiramiz. 25-misolni ko'raylik. Surat 8 ga qiymati esa mana shu ifodaga teng bo'lgan kasr toping. Yana shunday 8 taqsim yana o'sha bo'sh katakcha teng 120 taqsim 75. Demak, bizda 8 dan 120 ga o'zgargan holatda bu necha martaga oshib ketdi? Demak, 15 martaga oshgandagina 120 ga teng bo'lib qoladi. Demak, 75 ni hosil qilish uchun qaysi sonni 15 martaga oshirishimiz kerak? Demak, bu 75 sonni 15 ga bo'lib qo'yamiz. Bo'lganimizda natijamiz 5 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, 26-misolga qaraymiz. Bizda 26 dan 31-savolda quyida berilgan noto'g'ri kasrlardan aralash kasrga o'tkazing debdi. Endi demak 26-misolda bizda surat qiymatimiz mahrajdan katta bo'lsa, har doim noto'g'ri kasr deb o'rganganmiz. Demak, bu ta'riflarni ham yozib ko'rsatganmiz. 16 5 dan katta bo'ladigan bo'lsa, biz 16 ni 5 ga bo'lishimiz kerak. 16 ni 5 ga bo'lganimizda nechtadan tegib necha qolliq qolishligini yozib chiqamiz. Demak, 16 ni 5 ga bo'lsak 3 tadan tegib 15 ta ayirib tashlaydigan bo'lsak 1 qolliq bor ekan. Bizdagi bu holatni kasr ko'rinishida yozishimiz ularni aralash kasr deb atashimiz mumkin ekan. Ya'ni 3/1/5. Masalan, 86 taqsim 17 31-misolga qaraymiz. 86 ni 17 ga bo'lamiz. Masalan, 86 ni ichida 17 5 tadan bor. 5 butun, qoldig'imiz esa 1, 17. Ana endi biz teskari amalga oshiradigan bo'lsak bu tartibda, ya'ni 5 ni 17 ga ko'paytirib 1 ni qo'shadigan bo'lsak 86 ni beradi. Ya'ni 5 ko'paytirilgan 17 plus 1 ning qiymati va taqsim mahrajdan 17. Soddalashtiradigan bo'lsak 86 taqsim 17 degan javob bu yana qaytarib o'tkazish bo'ladi. Xo'sh, 32 dan 37-misolgacha quyidagi aralash sonlarni noto'g'ri kasr keltiring debdi. Endi bizda bitta savol bor. Bu yerda aralash kasr degan nima degani? Aralash kasr degan tushunchani o'zi har doim a ni qo'sharkanmiz b taqsim s ga, ya'ni bizdagi butun sonni to'g'ri kasrga qo'shganimizda har doim aralash kasr ko'rinishida bo'lishligi. Xo'sh, endi bizdagi hamma qiymatlarimiz bu yerda shu tarzda turibdi, aralash kasr ko'rinishida, ya'ni qanday qilib keltirishimizni hozir 31-misolda qaytarib o'tkazish amali orqali tushuntirib o'tdim. Endi shuni 32-misolga tatbiq qilamiz. 2 ni 3 ga ko'paytirib 2 ga qo'shamiz. Ya'ni suratga yozamiz 2 ko'paytirilgan 3 ni qo'sharkanmiz 2 ni va mahrajda 3. 2 kira 3 6, 2 ni qo'shadigan bo'lsak 8 taqsim 3. Mana bu noto'g'ri kasr kelib qoldi. Xo'p, yana oxirgi misolga qaraymiz. 8 ni 17 ga ko'paytiramiz. 8 ko'paytirilgan 17 butun qiymatni mahrajga va qo'shamiz 6 ni taqsim 17. Xo'sh, hisoblaydigan bo'lsak, 136 136 ga 6 ni qo'shsak 142 taqsim 17 degan javob hosil bo'lar ekan. Xo'p, endi kasrlar taqqoslash qanday amalga oshiriladi? Kasrlar taqqoslashda bizda har doim mahrajlari tenglaridan suratlari kattasi katta bo'ladi. Demak, bizda bunda b katta adan. Agar teskarisi bo'lsa, suratlari tenglari bo'lsa, masalan 43-misolga qaraydigan bo'lsak, suratlari teng bo'lsa, mahraji kattasi kichkina bo'ladi. Demak, a katta b dan ekan. Mana shu tarzda davom ettiramiz. Yana har xil bo'lib qolsa-chi, mana 45-misolda orasida har xil bo'lib turibdi. Endi 47 taqsim 50 qiymatimiz 47 ni 50 ga bo'lsak, bu yerda bu to'g'ri kasr. Bu yerda 49 taqsim 17 esa b ning qiymati, a ning qiymati. Buning qiymati esa 49 17 ga bo'ladigan bo'lsak, bu noto'g'ri kasr. Har doim noto'g'ri kasrimiz to'g'ri kasrdan katta bo'ladi, qat'iyan katta bo'ladi. Xo'sh, 46-misolga qaraydigan bo'lsak, endi quyida berilgan sonlar o'qida a nuqtaning koordinatasini toping. Bizda e'tibor beradigan bo'lsak, 0 dan 1 gacha oraliqlar berilgan. Oraliqlarimiz x lar bilan belgilab chiqamiz. Nechta x bor? 2 4 6 8 ta. 8 ta x'imizning qiymati demak 1 ga teng. 8 ta x ning qiymati 1 ga teng bo'lsa, bitta x ning qiymati 1 taqsim 8 ga. Mana kasr ko'rinishida yozib oldik. Demak, a ning qiymatini topmoqchi bo'lsak, nechta x dan iboratligini ko'rib olishimiz kerak ekan. Demak, bitta x'imiz 1 taqsim 8, 2 taqsim 8 va 3 taqsim 8. A koordinatasi 3 taqsim 8 ga teng bo'lib qolar ekan. Endi mana 48-misolga qarab boramiz. Yana bu ham xuddi shunday x, mana ham x bo'ladigan bo'lsa, bizdagi 3 ta x ning qiymati 1 ga teng. 3 ta x ning qiymati 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x qiymati topsak 1 taqsim 3. Demak, har birimiz x 1 taqsim 3, 2 taqsim 3, 3 taqsim 3, 4 taqsim 3 va x ning qiymati 5 taqsim 3 ga teng bo'lib qolar ekan. X teng 5 taqsim 3. Bizdagi endi kichkina x bilan belgilaganmiz. Mana bu esa katta x ga teng. Mana bu katta x ga teng.
boshqa harf bilan belgilaganimiz osonroq chiqadi. Endi 50-misolga qaraydigan bo'lsak, bizdagi 50-misolda nechta x'lar bor? X. 3ta x'imizning qiymati 3 taqsim 4 ta bo'lsa, har biri 1 taqsim 4, 2 taqsim 4, 3 taqsim 4, 5 taqsim 4 va 4 taqsim 4 va 5 taqsim 4 ga teng ekan. Uning qiymati 5 taqsim 4 ga teng bo'lib qolar ekan.